stabilniy video qo'yish bu eng qiyin ekan. Ayniqsa boshqa ishda ishlab turib, shunchaki faqat uyda bo'sh vaqtda qilinadigan video qilmoqchi bo'lsa, bu juda qiyin ekan. Lekin meni eng yaxshi ko'rgan bitta filmim bor. Balki sizga ham bu yoqar. Ya'ni Uzuklar hukmdori, ya'ni Lord of Rings. Uzuklar hukmdorini bilmaydiganlar bo'lmasa kerak. Uni kompyuter o'yini ham bor. Uni bolaligimizda va hozir ham sevib o'ynaganmiz vaqtida legenda bo'lgan, eng zo'r komanda bo'lib o'ynaydigan o'yin bo'lgan. Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, Saruman, hammasi. U yerdagi qahramonlar xuddi afsonaviy ertaklardan olinganga o'xshaydi. O'zi rostdan ham shunaqa. Uzuklar hukmdori kinosi ancha yillar oldin chiqqan. Uning kitobi esa вообще ancha yil oldin chiqqan. Почти 100 yil bo'lyapti bu kitob chiqqaniga, почти 100 yil bo'lyapti. Xo'p. Sizlarda agar Uzuklar hukmdori qiziqtiradigan bo'lsa, kommentariyaga sizning eng yaxshi ko'rgan qahramoningiz qaysi biri edi? Aragorn, Legolas, Gimli, Pepe. Qisqasi shularni kommentariyaga yozib ketinglar. Biz sezib turganingizdek hozir kitob mutolaa qilamiz. Qaysiki Uzuklar hukmdori. Uzuklar hukmdori, Uzuklar birodarligi, ya'ni kinosini ko'rgan bo'lsalaring 3 ta qismli kino. O'shaning birinchisi, ya'ni Bilbo sarguzashtdan qaytib, uzukni olib kelib, o'zi bilan yashirib qo'yganda Gandalf kelib, unda uzuk borligini biladi. Ya'ni Shiraga mehmonga keladi va o'sha yerdan hikoya boshlanib ketadi. Kitobda ham shunday. Ammo kitobda kinoga nisbatan ancha boshqacha. To'g'ri, men hali to'liq o'qib tugatganim yo'q, lekin o'sha chorak yetdim shekilli. Lekin shuni tushunib yetdim. Kinoda hech qachon to'liq narsa berilmas ekan. Chunki qaysi yaxshi ko'rgan kinoyimni kitobini bir varaqlab ko'rsam, shuni tushunyapmanki, kitobda hamma narsa to'liq mayda judasigacha ko'rsatilgan ekan. Bu kitobda Shiraning paydo bo'lishi, hobbitlar qanday paydo bo'lgani, aslida hobbitlar 3 ta qabila urug' bo'lganligi, har biri har xilcha qobiliyatga ega bo'lgani va vaqt kelib ular gnomlar bilan birgalikda tog'da konda ishlagani va keyinchalik esa ulardan ajralib 3 ta qabila birlashib, aralashib, chatishib, oxiridagi biz bilgan hobbitlarga aylangani haqida boshida boshlanadi. Men buni maydalab o'qib beradigan bo'lsam, juda ko'p vaqt ketib qoladi. Shuning uchun boshini o'tkazib tashlayapman-da, sizlarga tezlashtirilgan tarzda spoiler sifatida aytib ketaman. Lekin bu spoiler sizlarda kitobni sotib olib o'qimaslikka olib kelib qo'ymasin. Albatta kitobda qiziqqanlar o'qib ko'ringlar. Asahi Booksda bu bor, adashmasam 35 ming edi. Hozir o'zgarib qolmagan bo'lsa, dastavkasi 5 ming, shu bilan 40 mingga qo'llarga yetib keladi. O'zbek tilida, lotinchada hamma narsasi tayyor. Uzuklar hukmdori. Bu kitobda keyin har bitta qahramonning o'zining qanday yaralganligi haqida va uning qobiliyatlari haqida ham to'liq belgilangan, ko'rsatib o'tib ketilgan va xaritalar dunyo ochiqcha ochilgan. Ya'ni har bitta qishloq, shahar, davlat, odamlar, elflar, gnomlar,
birlashmoqda. Kursilarda tog'-bag'ri qishlog'ida yashovchi odamlar, mahalliy hobbitlar, bir qancha gnomlar va qorong'ilikda ko'z yaxshi ilg'amayotgan odamlar o'tirishibdi. Shirinlik hobbitlar umumiy sherlik qorong'ida harflar chalkashib ketyapti. Sherlik shira emas, sherlik hobbitlar umumiy zalga kirib kelishganda tog' bahri aholisining olqishi yangradi. Boshqa yurt vakillari, ayniqsa yashil yo'ldan kelgan mehmonlar sinchkovlikla qarashdi. Mehmonxona sohibi sherlik hobbitlarga tog' bag'ri vakillarini tanishtira ketdi. Ismlarni tez talaffuz etgan bois qaysi ism kimga tegishli ekani eslab qolishning iloji bo'lmadi. Hobbitlarga shunisi g'alati ko'rindiki, tog' bag'rida odamlarning ismlari nimasi bilandir o'simlik nomlariga o'xshar ekan. Guatliff, Fitzerto, Enildor, Distelwood, Forby. Mehmonxona sohibining Narkisi familiyasini aytmasa ham bo'laveradi. Mahalliy hobbitlarning aksariyati ham shunday ismli ekan. Makvordlar ko'pchilikni tashkil etdi. Boshqalari esa hobbitlarga xos oddiy ismga ega. Chunonchi Bonkslar, Brokhauslar, Longholllar, Senthoverlar, Tayanellar. Shuni aytib o'tishim kerak, Uzuklar hukmdori asarida ismlar, joy nomlari va hamma nomlar, nom belgilar o'ylab topilgan. Tushunyapsizmi? Bu dunyoda unaqa nom, ism hech narsa yo'q. Yozuvchi Tolkien shunchaki o'zi o'ylab topgan, yaratgan har bitta ismni va joy nomlarini. Tasavvur qilyapsizmi? Bu yangi til, yangi madaniyat o'ylab topish, yaratish degani. Galadriel ko'zgusi. Galadriel ko'zgusi 7-bob. Biroz dam olgan uzuk birodarlik yana yo'lga chiqdi. Bu paytda quyosh tog' ortiga o'tib, daraxtlar orasiga tushgan soya ancha quyuqlashdi. Hamrohlar qosh qoraygan chakalakzor oralab odimlashar ekan. Elflarning kumush fonuslari qorong'i tushgan sari birma-bir yoqilib bordi. Yana bir o'rmon yalangligiga chiqqan sayyohlar Shomning xira osmonida paydo bo'lgan dastlabki yulduzlar yiltiray boshlaganini ko'rishdi. Katta aylana shaklidagi ushbu keng sayhonlikda uzr, qiyin so'zlar ham bor. Men to'g'ri kitob o'qiyman, lekin u darajada ko'p kitob o'qimayman. Tan olishim kerak, to'g'ri kitoblarim ko'p. Men bu qadar kitobxon emasman. Tepalikda esa shom qorong'isida jonli minoraday ko'rinib, bu taxminan bo'lsa ham jamalash qiyin. Kechadigan oson bir Galasgalladon tepaligiga xush kelibsiz. Uzuk birodarligi tomon yuzlanib qutladi Haldir. Bu ham ism. Xuddi Xoldor deganga o'xshaydi. Xoldor aka. Haldir aka. Elflar bu bir boshdan o'zimni fikrimni aytib o'tsam, Uzuklar hukmdori haqida Tolkien muqaddimasida, ya'ni kitobning boshida aytib o'tgan, bu asarni yozishdan oldin men butun shu Qora dengiz, O'rta dengiz, O'rta yer aholilarining ertaklari, dostonlari, afsonalarini jamlab chiqdim degan. Ya'ni bu yerdagi qahramonlar o'sha Yevropa tarafdagi shu Venetsiya deydi, o'sha taraflardagi Yunoniston taraflaridagi dostonlarning, ertaklarining natijasi bu. Masalan, gnomlar
Gnom degan ertak bor, to'g'rimi? O'shanda ham gnomlar tog'da anaqa konda ishlaydi multfilmda. Bunda ham shunaqa gnomlar shunaqa konchi bo'ladi. Elflar ko'p multfilmda masalan sehrgar bo'ladi. Masalan Peter Parker. Peter shu multfilmni biladiganlar, ya'ni ucha oladigan bola haqidagi multfilm. O'shanda kichkina farishtachasi bo'ladi, qanoti bor kichkina qizcha. O'sha elf bo'ladi. Shuni eslab qolganmisizlar? U elf bo'ladi. Ya'ni elflar sehrgar, farishta misoli ertak doston bo'lgan. O'sha narsa bunda ham shunaqa. Elflar shunaqa. Bunda ham keyin yovuzlar, sehrgarlar, ajdar mana barliq, olovli ajdar. U shu qadimgi Yevropadagi afsonalarda ajdarlar bor. Shunaqa olovli ajdarlar. Eng qizig'i Hobbitning kinosini ko'rganlar bo'lsa, men hali kitobini o'qib ko'rgan yo'qman Hobbitni. Chunki Hobbit kitobi birinchi yozilgan. Bu Uzuklar hukmdori keyin yozilgan. Hobbitlar haqida birinchi kitob yozilgan, keyin Uzuklar hukmdori haqida kitob yozilgan. Kinoda esa birinchi Uzuklar hukmdori haqida kino olingan, keyin Hobbitlar haqida kino olingan. Qisqasi, Hobbitlar kinosida Bilbo Baggins gnomlarning qasrini, tog'ini qaytarib olish uchun yordam beradi. U yerda ajdar tillalarga ko'milib yashirinib olgan bo'ladi. Kimni ko'rgan bo'lsa, qadimgi multfilmlarda ham, Alovuddinda ham ko'rsalaring, ajdar tillaga ichiga yashirinib olgan bo'ladi. Bilasizlar, hamma ertaklarda shunaqa. Uzuklar hukmdorida ham, ya'ni Hobbitda ham o'sha barliq ya'ni ajdar boyagi tillalarning, tog'ning ichida, g'orning ichida tillalar bilan yashaydi. Tasavvurlaysizlarmi? Hammasi bu qadimgi ertaklarni jamlangan aslida, lekin biz uchun xuddi yangi olamdek tuyuladi. Bu juda katta mahorat. Avval bor narsadan foydalanib yangi narsa yaratish. Xo'p, yana nima bor edi? Xo'p, masalan goblinlar anaqa tosh qotib qoladi-yu, o'shalar goblinmidi? Chaqashtirayman. Quyosh chiqsa qotib qoladi. Devlar, o'shalar anaqa gama ayiqchalar ham bo'lardi. Yo'q. Nima edi? Multfilm bor edi. Boshlanishdan bittasi qiltiriq, bittasi semiz bo'ladi, o'rmonda yashaydi. Nay chachalib boshlanadi multfilm. Keyin bitta kampir qozonni qo'zg'ayotgani bilan boshlanadi. O'shandagi ana shu multfilm o'sha goblinlar haqida bo'lgan multfilmda, unda ham tosh qotib qoladi, ko'rgan bo'lsalaring. Quyosh chiqqan payti tosh qotib qoladi. Bunda ham Uzuklar hukmdorida ham shunaqa devlar quyosh chiqsa toshga aylanib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Mayda dostonlarni, afsonalarni yig'ib bitta katta tarixda qolgan asar yasalgan. Bu juda zo'r. Men xudo xolasa niyat qilib qo'ydim, endi oldindan gapirish emas, balki qila olmasman, balki qilarman, bilmadim. Men shu Uzuklar hukmdorini barcha kitobini o'qib chiqib, Hobbitni ham o'qib chiqib, to'liq hammasini o'qib chiqqanimdan keyin buni qanday birlashtirgani, ya'ni o'zaro bog'lay olganini o'rganib chiqmoqchiman. Bu kino ko'rish bilan bir xil narsa emas, kitob o'qish. Chunki boya aytganimdek, kitobda to'liq barchasi yozilgan bo'ladi. Ssenaristlar esa bu kitobni o'qib chiqib o'zini tushunchasini, o'zini fikrini kino orqali beradi. Kinoda to'liq kitob berilmaydi baribir. Qisqasi, shuni o'rganib chiqib nimadir
o'zimiz ertaklardan, dostonlardan jamlab O'rta Osiyodagida shunaqa shedevr asar yaratish mumkin-ku, to'g'rimi? Nimaga yo'q? Bizda ham ko'p masalan alpomish bor. Alpomish Aragonga o'xshagan narsa u ham. Narsa usur odam. Alpomish ham xuddi Aragonga o'xshagan. U ham kuchli boshqa. Legolasniki unisi ham bor, kamonchi bo'lgan alpomish. To'g'ri, lekin bitta qahramonga hammasini tiqib tashlash to'g'ri kelmaydi. Masalan, boshqa ertaklar ko'p bizda, dostonlar ko'p. Bitta alpomish emas, Shirog'i bor, boshqa. Shirog'ini ham qanaqadir mana Hobbitda Bilbo Bagginsda jasorat kabi uni ham shunaqa qilib jasoratli qilib yozib boshqacha qilish mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, o'zimizni tarixdagi dostonlarni jamlab, o'shalarni birlashtirib, qandaydir bitta zamonga moslab, Uzuklar hukmdori kabi O'rta Osiyo uchun nimadir chiqarish niyatim bor. Bu katta ketish emas, balki katta ketishdir, lekin shunchaki niyat, xolis niyat. Balki sizlardan ham fikrlaringni kutib qolaman. Kommentarga yozinglar, qaysi dostonlar, ertaklar bor bizda. Ya'ni O'rta Osiyoda faqat O'zbekiston emas, masalan Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, hammasida, Afg'oniston hammasini bitta qilganda qanaqadir qahramonlar baribir chiqadi, ertaklar, dostonlar chiqadi. To'g'ri, o'xshashliklar bo'lishi mumkin ba'zi birlar, lekin qisqasi o'shalarni hammasini birlashtirilgan holda yagona bir katta asar qilish, balki film ham qilish mumkin va bu orqali anchagina turizm ham rivojlanadi. Turizm nima degani? Bu chetdan pul keladi degan. Chetdan pul keladi nima degani? Mablag'. Bu zo'r ideya, lekin bajarish uchun ancha mashaqqat va kalla kerak. Vaqt kerak. Hozir soat 2 bo'lyapti ekan. To'g'risi juda uyqum keldi. Hozir shuning uchun ham kitobni to'liq o'qiy olmayman. Shuning uchun hangama qilib o'tiribman sizlar bilan. Sizlar ham uyqularing kelgan bo'lsa kerak, meni dardimni eshitaverib. Shuning uchun asta ko'zlarni yumib uxlash kerak. Ammo undan oldin like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'yish kerak. Shunali qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, yangi video chiqsa sirasi bilasizlar. Eng birinchi bo'lib bilasizlar. Ko'zlarim yumilib ketyapti, to'g'risi. Men hali bir videoni qancha montaj qilib bo'laman. Babda. Nima bo'lsa ham sizlarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Mana YouTube'da ASMR'da aktiv boshlaganimga, aktiv desa bo'ladimi, yo'q bilmadim. Bo'lsa bir 2 oymi, 3 oymi bo'ldi, adashmasam. Yo, 3 oy bo'ldi menimcha. Yo, 3 oy, 2 oy. Shu 2-3 oy ichida bashta 500 mingga yaqin bo'lib qoldik. 440 damizmi, shunaqamiz. Iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yinglar. Bu menga motivatsiya beradi. Kommentariyani bomba qilib tashinglar. Boyagidek dostonlar, qahramonlar, tarixiy deganda ertak, simon shunaqa ko'rsatsa bo'ladigan qahramonlarni yozib ketinglar ro'yxatini bilganlaringni. Keyin tezroq hatto 1000 ta bo'laylik. 1000 ta bo'lish ham bu baxtda qandaydir u keyin asta ko'payaveradi. Ya'ni birinchi 1000 ta, 10 ming ta, 100 ming ta, 1 million ta nasib qilsa ketib ketaveradi. Qanchalik shunaqa obunachi ko'paysa, like ko'paysa, kommentariy yozilsa, sizlar qo'llab-quvvatlasalaring, men ham to'xtamasdan video chiqaraman. To'g'ri, ko'p nolavardim, lekin yaxshi dam olinglar, shirin tush ko'ringlar. Bitta gap aytib o'tishim kerak, kuni bo'yi asabiy bo'lib yurgan bo'lsalar ham kechqurun uxlashdan oldin hamma narsani unutinglar. Chunki bitta gap bor, muammoing bormi? Uni hal qila olasanmi? Yo'q. Unda nimaga siqilyapsan deydi. Keyin
nimaga siqilyapsan deydi. Qisqasi shu muammo bormi yo'qmi, nima bo'lsam to'g'ri aytami? Qisqasi siqilmas kerak, befoyda baribir. Chunki shuning uchun shunchaki hammasiga kulib qo'ydim deb turib uxlash kerak. Hozir uxlab qolaman, o'zim gapirishdan to'xtayman, uxlab qolaman. Shirin tush ko'ringlar. Doim pozitiv bo'lib yuringlar, negativ bo'lmanglar. Hayot chunki siz qanaqa qarashingizga bog'liq. Agar siz yaxshi ko'z bilan qarasangiz, hayot ham siz uchun yaxshi bo'lib ko'rinadi. Agar yomon ko'z bilan qarasangiz, hamma siz uchun yomon bo'lib qoladi. Shuning uchun hayotga chiroyli ko'z bilan qaranglar. Usklar